Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan men Sonic YouTube. Bugun men obunachim bilan birga bir o'ynayman. Men unga boshida pastga bergandim. U esa men o'ylaganimdan ko'ra kuchliroq chiqib qoldi. Va birinchi raundda u meni otib qo'ydi. Yana o'sha masala meni 3 martalab otdi va men bitta raund oldim. Ikkinchi raundni ham oldim. Uchinchisiga ham oldim. To'rtinchisida u meni yana otib qo'ydi. Tur va jonim yo'q. U birinchi raundda o'tdi. Ikkinchi o'yin ham boshlandi. Ikkinchi o'yin boshlangandan omadsiz keldi. Tur comeback vaqti. Men hozir uni comeback qilib yutishga harakat qilaman. Qattiqcha urib olish kerak, jonim yo'q. Mana birinchi headshotni ham berib oldim. Jonim yo'q, ikkinchi headshotni ham berib oldim. Uchinchisini ham video zerikarli bo'lmasligi uchun ko'p kesganman. Hisob kuchlar bo'yicha 1-1. Oxirgi o'yinda men qattiq harakat qilib o'ynadim. Hozircha shot berganim yo'q. 3-0 quloqlashib qoldik. 1-0. Sizlar bilan Sonic YouTube bo'ldi. Hammaga xayr.